Ketiz qaynonamni Hong Kongga sayohatga jo'natib yuborib, o'zim shunaqa qora ramyon yeb o'tiribman. Ujinga. Anchadan beri yemagandim. Har safar qora ramyon yeyotganimda qaynonam ikkitani yedirmasdilar-da, ko'plikni qilardi. Bu safar qaynonam yo'qligi ikkita pishirib yeyapman, bismillah. Ikkita yeyishimga ruxsat bermasdilar. Ko'plik qiladi deb. Koreyada piyozlar ancha shirin bo'ladi. Eshitdinglarmi, Koreyada kupang degan ilova 100% hamma kartlar ishlatadigan ilova haq bo'pti. Xullas, kupangda ishlaydigan, o'sha ilovada ishlaydigan bitta ishchi, xodim bitta insonga, boshqa insonga, hakerlarga o'sha kupangda ishlatadigan odamlarning telefon raqami, adresi, yana karta raqamigacha sotib olibdi ekanmish. Lekin men unga ishonmayman, sotib olganiga ishonmayman ishchi. Menimcha kupang ilovasi rostdan ham hakerlar tomonidan hak bo'lgan va hakerlar unaqa qilishayotgan. Qaynonamga уже 3-4 martalab telefon kelyapti. Hozir keyin Koreyada даже ba'zi insonlarni kartasidan chet elda ishlatib yurishibdi, pul yetishyapti. O'sha katta muammo bo'lyapti hozir. Shuning uchun Koreyada yashaydiganlar ehtiyot bo'linglar. Iloji boricha kupang ilovasiga ulab qo'ygan kartangizni anaqa qilinglar, o'chirib tashlaylar. Chunki yangilikda aytishyapti, faqat 30 milliontaga yaqin insonni anaqasi haq bo'ldi, dandiylari deyapti. Men unga ishonmayman. 30 millionta emas, hammasiniki bo'lgan shekilli. Hammasiniki. Biz oilamizda hammamiz, men taniydigan insonlarniki ham bo'lgan haq. Qo'shnilarimizga ham haq bo'lgan. Hamma bo'lgan deb o'ylayman. Ular prosta tak odamlar vahima qilmasin deb turib, faqatgina 30 millionta deb qo'yishdi xolos.